Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Endi siz uyda o'tirib ham yoki o'qimishli bo'lsangiz pul mukofoti olishingiz mumkin. Eng ko'p kitob o'qigan xodimlarga pul mukofoti beriladi. Mazmunda to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Sahifamizga obuna bo'lib, video ostida like bosib, kanalga obuna bo'lib, izohlarda, kommentariyada o'z fikringizni yozib ketasiz. Eng ko'p kitob o'qigan xodimlar uchun pul mukofoti beriladimi? Farmonga ko'ra barcha vazirlik idoralari uchun 2026-yil 1-martga qadar tegishli soha bo'yicha tavsiya etiladigan kasbiy faoliyatga oid adabiyot ro'yxati shakllantiriladi. Unga ko'ra har bir yili kamida 3 tadan kitob, ya'ni kasbiy faoliyatga oid xorijiy adabiyot mahalliy nashriyot orqali o'zbek tiliga tarjima qilinib, malakali mutaxassislar ishtirokida ularni izohlar, lug'at va misollar bilan bog'ishiga amaliyot joriy etiladi. 2026-yil 1-aprelga qadar o'zida va tizimidagi tashkilotlarga kitob barchaga tashkil etiladi va xodimlar uchun har oyda kitob o'qish uchun soat yo'lga qo'yiladi. Kitobxonlik bo'yicha eng reyting tizimi joriy etiladi. Tanlov asosida eng ko'p kitob o'qigan xodimga 1 oylik ish haqi miqdorida pul mukofoti berilishi mumkin. Shuning uchun eng ko'p kitob o'qigan uchun 100 talik kiritiladigan o'quvchi va talabalarning har biriga BMXning 25 baravar miqdorida pul mukofoti berilishi mumkin. Sahifamizga obuna bo'lib, izohlarda o'z fikringizni yozib ketasiz. Like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, kelgusi videoda yangilarni o'tkazib berasiz.